Assalomu alaykum YouTube kanal obunachalarim, akalar. Bugun ikkinchi seriyasimizda moy almashtirish shoxobchamizdan sizlarga eksklyuziv avtomat korobka moylar haqida qisqacha ma'lumot berib boramiz. Hozir yoz oldinda issiq kunlar kelishni boshlaydi. Ko'pchilik avtomat korobka haydaydigan akalarda xatolari bo'ladi. Kichik xatolar, biz ana o'shani to'g'rilab ketish bo'yicha tavsiyalar beramiz. Xo'p, mashinani ko'rsataylik. Mashina Gentra, hop, probegi 60 ming probeg bilan kelishdi. Agar sizga ham mashinangiz avtomat korobka bo'ladigan bo'lsa, siz ham bunaqa 50 ming 60 ming kilometr yurishingizni tavsiya qilmaymiz. Sababi issiq kunlar bo'lyapti. Bu yog'i issiq kun qancha ko'p bo'lgan sari avtomat korobka ichidagi moy qizishni boshlaydi va uni ichidagi gidromufta va miyalari qancha qiziydigan bo'lsa, o'zini xislatlarini, ya'ni uni skorost almashtirish funksiyalari va boshqa xislatlarini kechikib ketadi. Ishlashda miya gangrab qoladi. Ya'ni yog' qancha eskirgan bo'lsa, yuqori temperatura, ya'ni yuqori darajadagi haroratni ko'tara olmaydi. Bunda sizlarga birinchi tavsiya, moyni iloji boricha 35 ming 40 ming kilometrga yetgan bo'lsa almashtirish. Ikkinchi tavsiya, moy almashtirayotganda almashtiradigan joyingizda ustani malakasini surishtirib bilishingiz. Misol uchun, hozirgi Gentraga eng ko'p 6 litr yoki 6,5 litr yoq quyishadi. Biz o'zimizda ham xuddi shunaqa. Sababi bor, agar sizni vaqtingiz 20 minut, yarim soat vaqt bo'ladigan bo'lsa, maksimum 6,5-608 yoq almashtiriladi. To'g'rimi? 20 soatda 608 yoq qo'yamiz. Agar siz vaqtingiz bemalol bo'lsa, men xuddi shu mashinaga o'xshab tashlab ketishdi, hozir 2 soat bo'ldi. 1 soatdan ko'proq vaqt ketadi. 7 litrdan oshiq avtomat korobka moyini o'zi eskisini quyib oldik. Shuning uchun ham avtomat korobka haydayotganda ko'pincha birinchi navbatda avtomat korobkani nima qilsa buzilmaydi, nima qilsa ko'p pulga tushmayman deyishayotgan shopir akalarning savoliga javobimiz, yog'ini o'z vaqtida yaxshi sifatini almashtirishni tavsiya qilamiz. Bo'lib ham biz eng ko'p germansk yog'lar tavsiya qilamiz. Undan keyin koreysk yog'lar bor, ana o'shalarni ham tavsiya qilamiz. Xullas, qaysi yog' quyishni maslahatini so'rasalaring, kommentariyga yozinglar. Siz qanaqa yog' quygansiz, qancha probegda almashtirasiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Fikrimiz agar sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, ma'qul yoki noto'g'ri kelayotgan bo'lsa, misol uchun dislike, like tugmachalarini ayamasdan fikrlarni albatta yozib qoldiringlar. Hozir mana shu mashinaga, ana isboti bilan mana shu 4 litrli idishga ko'rib turibsiz mana. Issiqligidan bu kengayib ketgan. Mana 4 litrli idish ko'rib turibsiz mana. 3,5 litr, 3,5 litrdan, ya'ni 7 litrdan oshiqroq yog' quyib qo'ydik. Yog' issiqligi uchun kengayib ketgan idish. Mana. Bu yog'i ham mana 3,5 litrdan oshiq bilan turibdi, ustuni yopilmagan. Bunisi esa mana 4 litrli idishga quyib qo'ydik. Xullas, avtomat korobka haydayotgan akalarga birinchi navbatda avtomat korobkani doimo soz holatda haydaydigan sharoiti, bu oson yo'li, qimmat pulga tushmaslik. Bu birinchi navbatda moyini qizdirmaslik. Moyini qizdira olmaslik. O'zini moyini qanaqa qizdiriladi deydigan bo'lsa, ko'pincha bu parkovkalarda, ya'ni probkalarda bo'ladi yoki parkovkalarda bo'ladi. Parkovkalarda kelganda keliboq D turishadi, D'dan P ko'rib qo'yishadi yoki probkalarda, ya'ni probkalarni xuddi shunaqa almashtirib adashtirib olishadi nimani. Bu paytda qiziydi. Imkoni boricha D'da turgan yaxshi bo'ladi yoki toqqa chiqib ketayotganda ham iloji boricha mexanikasi bilan skorosni almashtirish tavsiya qilinadi. Siz nima deysiz? Shu fikrlarga qo'shilasizmi? Agar qo'shimcha qanaqadir ma'lumotlar aytsangiz, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Buni bitta qimmat narsalar bor, gidromufta miyalari bor. Ular $200, $200dan yuqori narxi turadi. Bitta remont boshlansa, kamida $250, $400, $500 qarab ketadi. Avtomat korobkaning o'zining narxi esa $1,5 ming. Hozir shu Gentrani mana hozir o'zimizning klientimiz birinchi safar alishtirib beryapmiz. Hozir 7 litrdan oshiq yog' quyib berdik. O'zingiz ko'rdingiz. Sizga qanaqa yog' tavsiya qilishimizni ham aytdik. Birinchi navbatda germansk yog'lar. Xullas, agar siz mashinangiz Farg'onada yoki Farg'onaga mehmon bo'lib keladigan bo'lsangiz, yog'ingizni almashtirish payti kelgan bo'lsa, bizning servisimizga murojaat qiling. Manzilimiz Farg'ona shahar. Shundoq Davlat yo'g'onasining yonginasida telefon nomerlarini chiqarib qoldiramiz yoki Instagram profillarimizni kuzatib boring. Hatto ham telefon nomerlarimiz bor. Kerakli foydali ma'lumotlar qo'yib boramiz. Bonus aksiyalarimiz bor. Mes hado ishlar qilamiz. 12 trekker shakllar, umuman Malibu, Equinox, Inomarklar farqi yo'q. Hamma mashinalarga avtomat korobka filtri, moylardan tashqari hamma mahsulotlarimiz bor. Bizga murojaatsiz bo'laveradi. Salomat bo'linglar. Profilga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. YouTube kanalimni kuzatib boringlar. Sizlar foyda ishkalaringiz bilan Xudo xolasa shunaqa videolardan ko'p qo'yib boramiz.